Bitta kvartirani puliga naq 608 sotiklik hovli olgan bo'ladimi deylar. Bo'lib ham shunaqa uglovoy joyda joylashgan bo'lsa. Hovlimiz Naymanda, Aylanpa mahallada joylashgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz 608 sotiklik hovlimizni obzorga kelganmiz. Video davomida qisqacha xonalari bilan hovlini o'zini ko'rsatib o'tib ketaman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qani bismillah. Xo'p, hovlimiz shu uglovoy joyga tushgan. Hujjatlarda hech qanaqa muammo yo'q ekan. Sizlarga xonalarni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Bu hovlimizning kengligini qaranglar. Yashashga tayyor 4 xonasi bor ekan. Bu birinchi xona. Bu yerda ikkinchi xona. Hop, bu tarafda sanuzel bor ekan, hali bitmagan deyapti. Bu tarafda ham 2 xona bor. Hozir bu yerda ham ko'rsataman sizlarga. Mana. Shinamgina keyingina xonalari bor ekan. Hujjatlarida hech qanaqa muammo yo'q. Kommunal, suv, svet bor ekan. Gaz propan, gazimiz propan deyapti. Joy egalari ushbu hovlimizni 36 ming dollar deyishyapti. Biz sizlar uchun savdolashib 34.500 dollarga tushirib qo'ydik. Asta raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, yana savdolashib, chiroyli narxlarga baraka qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun shunaqa arzon bo'lgan hovlilarni, kvartiralarni obzor qilishda davom etamiz.